Assalomu alaykum. Qadr bilan qadrdonlarim. Fayzli xonadonning sohibalari. Barchangizga shukuhli, fayzli hamda barokatga boy bo'lgan oylar sultoni. Erta ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Bugun biz Olam qurilishi loyihasining ijodkorlari aslida marhum Shavkat otamdan qolgan omonatgina yodgorlari Manzuraxon onajonimni va ularga joniga jon rishtasini bog'lagan g'ururi hamda ori bo'lmish davramizga Dostonjon, Setoraxon hamda Sultonbeklarni yo'qlab ketdim. Manzuraxonajon, bugun o'g'lingiz Sultonbek Xudoyimga banda, Rasulimga ummat bo'lgan ekanlar. Birinchi e'tirofimiz yuzimizga nur sochganim, qalbim quyoshi, onajonim sizga bo'lsin, toki Dostonjon kelgunlarga qadar. Marhamat. Yuzimga nur sochgan yoshim onam, qalbimga nur sochgan quvonchim onam, cheksan bolamga boshimni silab, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. To'ydan tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, yuring aylanamiz olib kelay zo'r ro'mollardan. To'ydan yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas qushdim bu yolg'on dunyolardan. To'ydan tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, yuring aylanamiz olib kelay zo'r ro'mollardan. To'ydan yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas qushdim bu yolg'on dunyolardan. Rahmat. Tajvali gudras qarsa kelib qo'ysin. Biz endi davramizga bugun shukuh bilan dadajonisiga bergan va'dalariga butun bir umr mag'rur turgan onajonisining ishonchi bo'lmish Sultonbekni ham kelishlarini so'raymiz. Marhamat. Sultonbek, bizga murojaat qilgan aslida akangiz Dostonbek dadamga va'da bergan edi. Hayotimni naqshi bor. Aslida biz jigarlarning baxti bor. Bugungi tug'ida suyunib, ozginagina qoqilsa kuyunganim men uchun aslida jigarim, omonatginim, ukam Sulton, singlim Sedora bor. Bugun ularning qalbiga shodlik qasrini qursam, shundagina otam mendan rozi, Alloh esa otamdan rozi bo'lsa. Otamga hech narsa qilib ulgurmaganim uchun har gal onamning yurgan izlarini ko'zimga to'tiyo aylayman. Lekin nima qilsam ham ukamni g'arib ko'nglini podsholarga aylantirmoqchiman. Qani endi Sultonbek, ukangiz va jigarlaringiz akangiz bugun Dostonjon aytyaptilar. Ukam uchun Toshkentda 3 xonali xonadon olsammikin? Yoki bo'lmasam birato'la Alloh o'z baytiga chorlasak-ku, qadami Ka'ba-i Muazzamaga yetib borib, muborak umra haj ziyoratlarida onamni o'rtaga olib, o'ngu so'limda Xudo xohlasa singlim bilan ukam borsam ekan degan xayolga cho'mdilar. Qaysi birlarini tanlaysiz? Nasib qilganida. Bilmadim. Akam akam menga nima ravo ko'rgan bo'lsa, shu kungacha akamni fikri menga yoqqan, ma'qullayman. Hech qachon o'zidan ziyoda yaxshiroq narsa menga nima qilgan. Akam juda hurmat qilaman. Ikkovda bittasini tanlab bering. Bilmadim.
Sultonbek, yuragingizni qo'ri, hammangizni g'amxo'ringiz, qadr baland qadrdoni akalarning eng zo'ri bo'lgan Dostonbek nomidan ushbu super surprizni qabul qilgaysiz. Marhamat. Ukam jonim ukam mani mehribonim Asagil yaqinroq, yaqinroq. jonim ukam o'zing qadrdonim ukam Yaqinroq kelamiz, yaqinroq. jonim ukam mani mehribonim ukam ukam jonim ukam o'zing qadrdonim ukam Amakijonlari ham bormi? Amakilar, akalar. Sultonbekni bag'riga bosib qo'ymaymizmi? Sultonjonni bag'riga bosib. Qani? Dostonbek. sen menga emas men ham senga suyanayin suyanchig'im borda deya suyunayin qachongacha yosh bola deb kuyunayin nima darding bor aytmana turay ber ham ukam bor deb ko'ksim kerib yuray ber ham sen shoh bo'lgin mayli vazir bo'lay o'zim Alloh rozi bo'lsin. O'lga o'tirib berasiz, qani? Sultonjon, o'tir bir signal bering, qani? Marhamat. Qani, qani? Qarsa keladi. sening ko'zim topganingga imoratlar quray men ham ukam jonim ukam mani mehribonim ukam jonim ukam o'zing qadrdonim ukam jonim ukam mani mehribonim ukam jonim Mana shu alpozda Shavkat otamni jigarlaridan, ukalaridan birortalari bormi? Bormi Sultonjon? Amakilari bormi? Shavkat otamning aka-ukalaridan? Aka-ukalar bormi? Demak, biz o'z navbatida endi marhamat qilib Dostonjon, siz chinaki ekansiz. Bo'lgan butun bir umr mana shu akangizni qo'llab-quvvatlagan va sizga kamlarni to'ldirib, armonlarni o'ldirgansiz. Keling bitta chiroyli ezgu niyat bilan tabriklab qo'ysangiz. Avvalambor hammalaringizga katta rahmat. Ukamni mana shu bugun Shukrona kuniga yig'ilgan ekanmiz. O'ylab shu qarorga kelib, ukamni bugun Shukrona kuniga shu moshinani beryapman. Nasib bo'lsa faqat yaxshi kunlarga to'ylarga haydasin. Dadam ko'rmagan kunlarni ko'rsin. Dadamning yoshini bizga qo'shib bersin. Hamma mehmonlar xush kelibsizlar. Rahmat, borlaringizga shukr. Sizga rahmat. Endi bo'lgan qissa Dostonjon aka bo'lganlar uchun, jamiki safda turganlar Dostonjonni chin mehri uchun, erkaklik g'ururi osmonlardan baland, yuragi toza, labzi halol bo'lganligi uchun ularni ham bo'lgan ukalari borligi uchun tabriklab qo'yamiz. Qani, ketdik, marhamat. Akajonim mana. Dostonjon. Ketdik. Va katta akalar, ekanlarni xabaringiz bo'lsin. kiyimlarim kiyib katta bo'ldim suyanaman doim akam bor O'ynaymiz birgalikda, o'ynaymiz qani, birgalikda. mehribonim tog'im akam bor kiyimlarim kiyib katta
Alloh sizdan rozi bo'lsin. Haqiqatan ham Dostonjon ukada sarzigo'lik ukangiz bor ekan. Hamisha Sultonbek akangiz siz tomoningiz, to'g'irlagan yomoningiz, o'zingizni qahramoningiz, hammadan zo'r akangiz bor. Baxtiyor yo'q sizchalik, ularga qiling erkalik. Agar suyansangiz tog' yelkalik, hammadan zo'r akangiz bor. Shiddat qo'shib shaxtiga, omon bo'ling baxtiga, sulton bo'ling taxtiga, hammadan zo'r akangiz bor. Ukam Dostonjon, men akang Hargal Sultonbek shu gapni aytaman. Bundan keyiniga ham erkak bo'lgin, bo'lgin, zoti toza sher bo'lgin. Otamizdan ham ukam endi zo'r bo'lgin, hammadan zo'r aka ekansiz. Qani jigarlarimiz, bitta o'ynab kelamiz, keyin biz davrani tark etamiz. Marhamat. O'zim bildim ko'zim bilan ko'rganlarim, goh esilar goh xotinib yurganlarim. Yaxshi yomon kunlarimda yonimda sizlar, hayotimning quvonchsiz jigarlarim. Yelkangizdan ko'tardingiz g'amlarimni, bitta to'ldingiz kanlarimni. Omadlarga tutashtirgan yo'llarimni, hayotimning quvonchsiz jigarlarim. Jigarlarim, meni erkadiganlarim, xatolarimni to'g'ri yerga bosh turganlarim. Jigarlarim, meni erkadiganlarim, xatolarimni to'g'ri yerga bosh turganlarim. Men yomonni suyib yashagan hamsiz, dard cheksam yelib yetib kelgan hamsiz, baxtigandan ko'z oldimda kelgan hamsiz, hayotimning quvonchsiz jigarlarim. Keling endi bugun sizni kuylab beray, davra olam o'rtasida o'ynab beray, baxtimizni bo'lishamiz oy ko'chaday, hayotimning quvonchsiz jigarlarim. Jigarlarim, meni erkadiganlarim, xatolarimni to'g'ri yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, meni erkadiganlarim, xatolarimni to'g'ri yerga dosh turganlarim. Jasurбек, rahmat. Azizlarim, endi gitarist ham bor. Sultonbekni bugun ko'klarga ko'tarmay ilojimiz yo'q. Dostonjon, marhamat. Bugun o'zini zohir oltin ovozi bilan gitaristimizni ham o'z navbatida tabrik izhorida qo'shiqlarni qabul etasiz. Marhamat. Ukalikni oqlagan ukam, xato qilsam kulagan ukam, men bevoshligim deb yuqlamasam yo'qlagan ukam, chekdim dilim sozimsiz ukam, kuylaydi nozimsiz ukam, o'xshasam bir senga o'xshasam, ukam mani o'zimni ukam. Haqqingizni tushib yashasam, oyingga jonim qo'shasam, o'xshasam bir senga o'xshasam, ukam mani o'zimni ukam, akam mani o'zimni akam, xato qilsam tiklagan akam, o'zidan ko'p o'ylagan akam, akam mani o'zimni akam.
zafar Bemor bo'lganingda olmadim xabar Jon og'am qalqoning bo'lay madoring yo'qmay darmoning bo'lay bir diydorlashaylik mehmoning bo'lay yoningda yuksalay men osmon qadar bugun men osmonda zafar bemor bo'lganingda olmadim xabar Шанду turamiz. У тебя сегодня день рождения. Это песня поздравления. Bugün mükemmel, tug'ilgan kunlar, ukajonimni tug'ilgan kunlar, oilamizni quvonchi bo'lgan, ukajonimni tug'ilgan kuni, oilamizni quvonchi bo'lgan, ukajonimni tug'ilgan kuni, eng aziz bo'lgan, mehribon ukam, ukajonimni tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kuni